bo'ldi. Ballonni ham almashtirib oldim. Endi ko'chadimi ekan? Aytgancha, hey yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Voice Car Parking. Ishlar yaxshimi? O'zinglar yaxshimisizlar? Sizlar bilan usta hayoti. Men mashina usta bo'lib ishlayman. Bu meni mashinam. Yangi ballon taxdim hozirgina. Endi bu yerda mana qaranglar. Bu yerda polni mashina tuzatamiz. Men bitta ko'tarib moylarni. Короче, mashina nima qilsak hammasini qilamiz. Men bitta motor yozibdi mana. Endi hozir men bu zavodga borib, yana kerakli narsalarni olib kelish kerak. Men hozirga yana bitta joyi ko'rsataman. Mana bu yerda ham moylarni almashtirib boshqa qilamiz. O'ndan bizga yukli kelib turadi, furalar olib kelishadi. Mana. Mashina qilaman. Ikkita joyda. Bu yerda men burasli yuradi mashinalar. Shunda biz olib kiradi, tuzatamiz. Hozir yana bitta klient bor, u kelguncha men narsalarni olib kelib olishim kerak. Sekin chiqamiz, qaraymiz deyman. Endi bu mashinani men arendaga olganman. Buni arendasini to'lab olish kerak dedi. Mashina yom chiqoldi biz. Endi tez ketolmaymiz. Tez yursa ishtiraf bo'ladi. Bu joy City birdan ozgincha uzoqroqda. Hali City birdan ham klientlar chiqishadi. City birda ham ustaxona bor, o'sha yerda ham sotib olsanmagan. Uning uchun pul yig'ib turib keyin unga qilish kerak. Keyin o'zingizda nima gaplar obunachilar? Yaxshimisizlar? Anchadan beri video qo'ymayapman. Keyin Ramazondan beri boshlangan video qo'ymayapman. Hammalar Ramazon bilan tabriklayman. Kech bo'lsa ham tabriklab qo'yiraman. Prosta mazam bo'lmay qoldi, o'shanga video chiqara olmay turdim. Hozir bunga yuk ortib keyin videoni yoqaman. Ne bu yapıştı. Ben aşağıdan vurduram. Böyle ortib videoni yoqaman. Bo'ldi, obunachilar yukka ortib oldim. Endi sekin ustaxonaga boramiz. Klient kelgan bo'lsa, qilaman yoki kelmagan bo'lsa kutib turaman. Maktablar qalay, videoni o'z oxirigacha ko'rasizlarmi? Va mana bitta yurib turamiz. Bu mashina zo'r-da, liboy joyda yurib turadi. Bu mashinani faqat oldisi tortadi, shuni ham orqa oldi qo'yishim kerak. Bu yerda radar yo'q, bosib olamiz. Shu maktablarda tinchmi? Qalay o'qishni bo'lyaptimi? Boshqa balovatlar. Nimadir bo'lyaptimi? Car parking o'ynab turibsizlarmi? Ishlayaptimi?
hamma zo'rmi? Anchadan beri video qo'ymaganimga bir gapirishim ham g'alati bo'lib qolibdi. Kanalimda 600 bo'lganmiz. Shuni endi bitta 700 ta, keyin 800 ta, keyin 1000 ta qo'rsak, 900 ta, 1000 ta qo'rsak, ana yo'q chotki. Manikiga o'xshagan mashina. Mana kapkar qo'yaylik, уже ketishyapti. Endi ani klientni kechasi bilan ishini qilib chiqamanmi? Telefon qilaychi. Telefon qilib, shunda gaplashib, keyin videoni yoqarman obunachilar. An klientni mashinasini kechasi bilan qilib chiqaman obunachilar. Video yoqish ham esimdan chiqib ketibdi. Dumalaganman mashina bilan, vash qiyin bo'ldi lekin borib. Hozir yaqinda tushirdim. Endi sekin bu yerda boshqa odam keladi. Men uyimga borib ozgina ketaman, bo'lmasam borib mazam qochadi. Pulli, motor, ходовой, akkumulyator hamma narsasini qildim. Ko'zlarim achishib ketdi. Bu ham kechasi etar ekan. Vashi qiyin mashina ekan. Otini ham esimdan chiqarib qo'ydim, nima edi o'zi. Yangi qildim bo'lib. Mana deyishim shuday. Bo'ladimi? Yaxshi, ancha ko'p pul ishladim. Endi pul yig'amanda City 1dagi ustaxonani sotib olsam, bu yerda keyin qiynalib kelib borib yuravermayman. O'zi bu ham ijaraga turaman, o'zi bu ustaxonani. Obunachilar o'zingizda nima gaplar? Vaqtim ishlar anchadan beri video bo'lmayapti. Endi har kun chiqarishga harakat qilaman. Har kun chiqarsam aktiv tushib ketadi keyin. Aktiv tushib ketsa keyin menga qiyin bo'ladi. Tezroq 700 ta, keyin 800 ta, 900 ta, 1000 ta obunachi bo'lish kerak. 1000 ta da Steam'da nishonlaymiz. Steam'da shunaqa o'ylashmacha nimadir o'ynab. Hozir uyga borib 2 soat, 3 soat uxlamasam bo'lmaydi. Ovqat ham yeganim yo'q, qornim ochib ketdi. Mashinani ham almashtirish kerak. Endi bu ustaga yaxshi, lekin bu mashina. Shaharda mashina ko'payib qolganmi? Obunachilar sizga ham sezilyaptimi? Keyin obunachilar Telegram kanalimga ham o't qo'yinglar. Telegram kanalimda ham 20 tacha odam bormish. Shuni 50 ta qilinglar, deyapti. Bo'ldi, shu bitta daryo bosamiz. Tezroq uyga kirdik. Mazam qochadi. City 1da qancha ustaxona bor? 2 ta usta bor City 1da o'zida. Bu yerda yoqtirib sekin olib kirib qo'yamiz. Bo'ldi.
joyimiz. Endi uyga kirib dam olaman. Uyim qaysiligini topinglar-da, shu yerlardan qaysi bir topinglar uyim. Bitta o'tmasa hozir gayi-payi ko'rib qoladi. Yana ishtirok qiladi. Uyim aytaymi qaysi bir? Mana shu bilan uyim. Bu to'g'ri arendaga turaman. Mana shu uyim. Qizil. Mayli, hammaga xayr obunachilar. Men hozir ozgincha dam olib keyin videoni qilaman. Bo'ldi obunachilar, maza qilib dam oldim. Voh. Maza qilib dam oldim endi. Sekin chiqsam. Endi nima plan? Ustaxonada ham shu. Voy. Ko'zim qanaqadir g'alati bo'lib ketyapti. Mana mashina sotib olgim kelyapti. Endi hozir ozgincha aylanamiz, chunki ish yo'q. Jabr qoida bizdimda lekin. Voh.